1 soat vazm qilib beradilar. Maza qilinglar. Xo'p. Avvalambor assalomu alaykum, xormeylar. Yaxshimisizlar? Ey, kimdir bormi? Uxlab qolmadinglarmi? Ishoninglar, endi sal ochilib gapiray, qabul to'xtab tur. Shunaqa maza qildim, bunaqa to'y kelmaganman, to'g'risi. Odamlarga gap yo'q, aka. To'ylar qutlug' bo'lsin. Men to'g'risi olib kirganingizga, mehmon qilib o'tirganingizga katta rahmat. Biz sal shoshib turdik o'zi, lekin shoshayotgan bo'lsam ham ozgina vaqt ajratay dedim. Kelin-kuyov, yoshlarimiz baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Endi ozgina sizlarga gapim bor. Sal ochib tursanglar ham mayli, davrini ochib olsak ham bo'laveradi. Hozir aytadigan qo'shig'im albatta eshitgansizlar. Mana ijro qiladigan qo'shiqlarimning so'zini aka o'zim yozaman. Doim. Nimaga aytaymi? Shoirdan olishga imkon qadar qochaman. Yurakdan chiqqan narsa yurakka boradi. Tildan chiqqani quloqqa boradi. Ko'proq oila, aka-uka, yaqinlar haqida qo'shiq aytaman. Ya'ni buni sababi begona sizga zarba bersa uzoqdan beradi, u qattiq tegmaydi. Yaqiningiz zarba bersa yomon tegadi. O'shaning uchun hech qachon hech bir inson yaqinidan zarba ko'rmasin. Qarang ona yaqinlarim, dilimni vayron qildi, ishonchimni o'ldirib, ko'nglimni sarson qildi. Ne qilayin bilmayman, sezdirmayin yig'layman, nima qilay onajon?